og'ayni. Do'stim. O'rtoq, Yaxshimisan? tinchmisan? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Bu 8 yilda bo'ylaring o'sib ketibdi-yu, Sodiq. Sen o'shasan. O'zgarmabsan, o'rtoq. O'zing nima ishla qilyapsan? Menmi? Men shu biznesda bitta ikkita kichkina ishlar qilib qo'yganman. Tushunarli. Qorning ochmi, to'qmi? Normalniy, o'rtoq. Bo'ldi, bo'lmasa yur. Amakim kutyaptilar. Yaxshi bo'ldi kelganing. O'rtoq, yaqin orada masjid bormi? Masjidmi? O? To'g'ri yo'lga kiribsiz-da. O'zingda nima yengillik? Menda tinch. Assalomu alaykum. Alisher aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Ko'rinishingiz zo'r. Ko'z tegmasin. Uydagilar yaxshimi? Olib keldim mana o'g'lingizni. Assalomu alaykum, adajon. Xo'sh, ishlaring qalay bo'lyapti? 8 yilda mana bo'ylari ham o'sib qopti buni. Katta bola bo'lib qopti-da, to'g'ri yo'lga qaytib. Ha? Sodiq? Menga ruxsat, ishim bor. Ketdik, o'zing qilamiz. O'rtoq kelsang bo'lardi. Yo'q, keyin kechga ko'rishamiz. Amaki ishim bor edi. Keyin kelaman mehmonga. Sizlar bemalol o'tiraveringlar. Bo'pti. Gamchak dori bu degani qora dori zo'r ekan uni xumori ko'rinmaydi ona zo'ri bari yigitlarni zo'ri qora dori xaridori kechagina mard bola bugun shunchaki bezor man deganida zo'rman bugun endi kimman degan savol ko'ndilang ahvolini qarang ko'zidagi nur qani to'kilib boradi bola yonidagi pul qani Assalomu alaykum, ada. Siz yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Sen yaxshimisan? Rahmat aka, yaxshi dam oldingizmi? Kayfiyating yo'q, zavtrak qil. Sal ishtaham yo'q. Nega ishtahan yo'q? Ada, aytyapman, ishtaham yo'q deb. Ha, mayli. Adasi, Robiya qizingizga sovchilar kelib turibdi. Qo'yishmayapti, nima deysiz? Ha? Robiya, sen o'zing nima deysan? Adajon, meni hali erga tegish niyatim yo'q. O'qimoqchiman. Karyera qilmoqchiman. Qanaqa karyera? Sani tengdoshlaring uje erga tegib bolali bo'lgan. Yurishingni qara. Majburlama qizimni. Agar o'qimoqchi bo'lsa, o'qisin. Shunaqa. Men hali o'qimoqchiman, bo'ldi. Adajon, men o'qish ketdim. Yaxshi o'tiring. Shoshma, o'zim borib tashiyman. O'zim yetib olaman. Tezroq kiyimini alishtir, bo'la qol. Mayli. Adajonim, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, qizim. Men o'qish ketayotgandim-da. O'shanga o'zingiz bilasiz-ku. Rahmat, kattakon. Lekin, adajon, $100 kam emasmi? Rahmat, adajonim, o'zimmi? Yaxshi o'tiring, xo'p? Adasi, juda ham ko'p pul bermayapsizmi? Axir student qizga kuniga $500 ko'p emasmi? $100 berdingiz, $200 berdingiz, indamadim. Ha, otasiz-u, qaramaysizmi? Qattimroq turish kerak qiz bolaga. Katta pulga o'rgatib qo'yasiz. Ha, o'ylanib ish qilish kerak edi, adasi. Qiz bola bo'lsa, qattiq tutmasangiz bo'lmaydi. Men unga o'zimdan ko'ra ko'proq ishonaman. Mayli, o'qisin. Ha, mayli. O'zingiz bilasiz. Menga qara, Robiya. Qadamingni o'ylab bos. Tushundingmi? Yuzimni yerga qaratib qo'yma. Keyin afsuslanib qolma. Dugonam turibdi-da, aka. Xo'p, gaplashamiz. Shumi dugoning? Tushunmadim. Dugonamga nima qilibdi?
turishini qara, basharasi yoqmadi menga. Menga qarang aka. Men yosh bola emasman. Menga aql o'rgatmay, nima qilish kerakligini ham o'rgatmay, xo'pmi? Siz o'zingizga javob bering. Men o'zimga javob beraman. Aytgancha, kim bilan o'rtoq bo'lishim kerakligini menga o'rgatmang. Zahar. Qalaysan? Yaxshimisan? Akenja qattiq qo'l ekanmi? Menga dashi. Ota-onam ham shu yoshimgacha qattiq qo'llik qilmagan. Ketdimmi darsga? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ancha o'rganib oldingmi? Ha, o'rganib qoldim. Dadasini qizi qalay? O'zimniki qilib oldim. Yaxshi. Молодец. Xo'p. Dozani ko'paytir. Tushundingmi? Mani do'lyamchi? Ma, Rahmat. bor etilgan ishni qil. Xo'p bo'ladi. Ko'rdingmi? Bunaqa qizlar pul uchun hamma narsaga tayyor. O'zini yaqin o'rtog'ini ham sotib ketishadi. Bu sani ham mani ham sotadi. Ish pishirganimizdan keyin boshqa dunyoga biletini berib yubor, tushundingmi? Men mana shu joyda katta bo'lganman. Bolalar uyi. Mana shu darvozani eshigini kelib, ba'zi bolalarni ota-onasi olib ketadi. Lekin meni ota-onam kelmasdi. Rosa kutardim. Ota-onasi olib ketgan bolalarga havasim kelardi. O'rtoq, senga ham qiyin bo'lgan ekan-a. Og'ir so'zni aytish oson, lekin uni his qilish qiyin, brat. Kechasi bolalar alaqsirab, oyi deb yig'lab chiqardi. Bir xil payt men ham ichimda gapiraverardim, lekin uni hech kim eshitmasdi. Tushunasizmi? Lekin sen baxtli odamsan. Mana hozir uyingga borsang, kutib oladigan odaming bor, to'g'rimi? Issiq ovqat qilib beradigan ota-onang bor. Lekin sen shuni qadriga yetmayapsan. Qaniydi agar shu narsa menda bo'lsa hozir. Uydan bir minut ham ko'chaga chiqmasdim, tushunasizmi? Bilaman, uydagilardan bir kun kechirim so'raysan. Ular kechirishadi bar. Qaniydi shu imkoniyat menda bo'lsa. Men kechirim so'ramadim, o'rtoq. Senda shu imkoniyat bor. Shundan foydalanishing kerak. Bir og'iz kechirim bilan odam biron joyi kamayib qolmaydi. Bo'ldi o'rtoq. O'zgarishga harakat qilaman. Senga va'da beraman. Shunaqa bo'lishini bilardim. Yana bitta narsa. Ota-onaga bizni mana bu mashinamiz, mana bunaqa dang'illama uylarimiz kerak emas. Bizani sog'ligimiz kerak. Bilasanmi, ularni bitta duosi butun bir taqdirni o'zgartirib yuboradi, o'rtoq. Shuning uchun qadriga yet. Xo'p? Sizga yaxshi farzand bo'la olmadim. Sizlarning yuzinglarni ko'p yerga qaratdim. Men o'zgardim-da. Bu o'tgan yillar meni ko'zimni ochdi. Qadringlarga yetdim. Ota-onani qadrini bildim. Yaqinlarimning qadrini bildim. Men o'zgardim-da. Meni kechiring. Iltimos. Juda ko'p xato qildim. Lekin men to'g'ri yo'lga qaytganman-da. Nimadir ish qilmasam bo'lmaydi-da. O'ylab qarasam, sizdan boshqa hech kim menga yordam bermas ekan.
ish boshlamoqchiman ada. Qanaqa ish? Chetda yurganda yaxshi insonlar bilan tanishdim. Logistika firma ochmoqchiman. Faqat unga kattaroq pul kerak edi. Ada, sizdan men qarz so'rayotganim yo'q. Agar menga ishonsangiz, bankingizdan kredit olib bering. 100 yerga qaratmayman. Madam, seni yaxshi inson bo'lishingni istayman. O'g'lim, yaxshi inson bo'l. Agar yaxshi, halol va to'g'ri bo'lsang, odamlar ham senga yaxshi munosabatda bo'lishadi. Hech qachon hech kimga yolg'on gapirma, hech kimni yomonlama. Agar halol bo'lsang, atrofingda ham yaxshi va toza insonlar bo'ladi. Hayoting ham yaxshi kechadi. Men ham har doim yaxshi odam bo'lmaganman. Xatolar qilganman, lekin har doim inson bo'lishga harakat qildim. Sen meni xatolarimni qilma, ularni takrorlama. Onang o'lgandan keyin onasiz katta bo'lmalaring deb boshqa ayolga uylandim. Mana o'rtog'ing Rustam qanday yaxshi bola. Men bilan hurmat qilib qanday gaplashyapti. Yetimligiga qaramasdan unga qiyin bo'lgan, lekin baribir yaxshi yigit bo'lib yetishdi. Qara, undan o'rnak ol, undan o'rgan. Mayli. So'rayotgan bo'lsang, senga kredit beraman. Faqat yana ishonchimni oqlamay qo'yma. Men senga yordam bermoqchiman. Chunki sen meni o'g'limsan, meni pushtimdan bo'lgansan. Men doim sen uchun qayg'uraman. Seni hayoting yaxshi bo'lishini istayman. Yo'qolib ketishini xohlamayman. Shuni eslab qol, sen meni o'g'limsan. Qanday bo'lishingdan qat'iy nazar, men seni baribir yaxshi ko'raman. Rahmat ada, kattakon. Ishonchingizni oqlayman. O'g'lingizga ishonsangiz bo'ladi. Lekin bu hayotda har kim o'z yo'lidan yuradi. Va sen ham o'z hayoting uchun o'zing javob berasan.